Assalomu alaykum, hurmatli mekandoshlar. Tug'anlar, bugun 18-yanvar Jalolobod shahrida yuramiz. Sizlarga hozir kurs valyuta baholarini bilib bering. Tug'anlar, sizlar video oldindan like knopkani ayovay bosib o'tib ketingizlar. Kanalga qatalmaganlar kanalimizga qatalib qo'ysanglar, shunday so'ng ma'lumotlarni birinchilardan ko'rib qolasizlar inshaalloh. 18-yanvar Jalolobod shahrining admenka bahasi tug'anlar dollar 86.50, euro 90, rubl 1.23, satılışı 1.26 tiyin tug'anlar. 2 tiyinga daha tushib qoldi rubl. Bu cuma içinde rost rubl yo'q. Shunday 23, 24 üstünde turadi. Ko'tarilmaydi. Shunday do'stlar, hozir banklar baholarini qoldirib qo'yam sizlarga. Tak, hem banklar bahası dolar 86.20, 93.20 euro, rubl 1.235 ken. Satılışı 1.27 tiyin. Bu Kapital Bank'ın bahası. Bu жақта Aman Bank. Dolar 86.20, rubl 1.24 tiyin. Satılış bahası 1.29. Banklarga qaraganda rubl kichine tushib qolibdi bo'lganlar. Islamic Bank 86.20, euro 93.20, rubl 1.235 ken. Satılışı 1.28 tiyin. Bu жақта Bakay Bank var dostlar. Bakay Bank'ın kurs valuta bahası dolar 86.20, euro 93.50, rubl hazır rubl. Rubl 1.235, satılışı 1.29 tiyin. Tak. Banka Aziya kurs valuta bahası dolar 86.20, euro 93.50, rubl 235, satılışı 1.28 tiyin. Doskredo Bank'ın kurs valuta bahası dolar 86.20, euro 92, rubl 1.35, satılışı 1.35 diyeyim de 1.235 ken. Satılışı 1.27 tiyin. Hem akırına Kırgızistan Bank'ın kurs valuta bahası dostlar dolar 86.20, euro 92.30, rubl 235, satılışı 26 tiyin. Shunday tug'anlar, 18-yanvar Jalolobod shahrining kurs valyuta bahasi shunday bo'lib qoldi tug'anlar. Sizlar like bosib, kanalga qatalib, kommentariya yozib qoldirib qo'yingizlar. Do'stlar, rahmat podдержкаңарга.